Ayollarda jinsiy aloqaga xohish qaysi yoshda yuqori bo'ladi? 30-35 yoshda yuqori bo'ladi. Nima uchun? Bunga ilmiy asos bormi? Bor albatta. 30-35 yoshdan oshgan ayollarda estrogen gormoni, ya'ni ularning qirollicha gormoni yuqori yuradi. Bu esa jinsiy aloqaga xohishni ko'paytirib yuboradi. Buni sog'lom va baxtli oilalarga qanday zararlari bor? Foydalarini qo'yib, zararlar haqida gaplashamiz. Demak, er-xotin orasida 2-3 yosh farq qilsa, bu yoshda demak, ya'ni 30-35 yoshlarda erkaklarda testosteron, erkaklik gormoni pastga qarab qulashni boshlaydi. Nima hisobiga? Kam harakatlilik, uy ro'zg'or, ishi deb, uyqusini yaxshilamasligi, kam harakatliligi, tartibsiz ovqatlanishi hisobiga gormon tabiiy ravishda sekin pasayishni boshlaydi. Bu degani ayolida xohish kuchayapti, erida esa pasayapti. Bu esa oilaviy munosabatlarni izdan chiqaradi. Buni davosi bormi? Albatta buni davosi bor. Ya'ni 30-35 yoshda erkaklar o'zidagi testosteronni tekshiktirishi kerak. Agar pasayayotgan bo'lsa, yoshiga nisbatan o'zgarayotgan bo'lsa, buni davosi bor. Agarda sizni xo'jayiningizda ham xuddi shunaqa muammolar, ya'ni sizda aloqaga xohish kuchligu, lekin xo'jayiningizda kamayib borayotgan bo'lsa, albatta xo'jayiningizga testosteronni ko'rib qo'yish kerak. Va buni bartaraf qilishga 2-2,5 oy vaqt ketadi. Xudo xolasa, через 20-30 minut aloqa qiladigan darajaga yetkazib bera olamiz.